Otamni oyoq kiyimlari. Kulmaymiz, bolalar kulmaymiz. O'tgan darsda hammanglar o'zinglarga qadrli bo'lgan narsani olib kelinglar dedingiz. Uyni qidirdim, lekin hech nima topolmadim. Oyimdan so'radim. "Men deb aytingizda, siz uchun nima qadrli bo'lgan?" deb so'rasam, oylar adalarini velosipedlari bo'lgan ekan. Velosipedlarda oyimni maktabga olib borar ekanlar, maktabdan olib kelar ekanlar. Oyim uchun adalarini velosipedlari qadrli bo'lgan ekan. Oyim aytdilar, "Adani oyoq kiyimlarini olib borib qo'y" dedilar. Oyoq kiyim taxlanadigan joyi ochdim. Qarasam, oyimni, mani, sinimni oyoq kiyimlari toza, yep-yangi. Adamniki bo'lsa shu ahvolga tushgan ekan. Dodam aytib berganlar. Adam o'qolmagan ekanlar, yoshliklardan ishlagan ekanlar, haligacha ishlaylar. Sharoitlari bo'lmagan ekan. Men odamni unchalik ko'p ko'rmayman. Ertalab uxlayotganimda ishga ketarlar, kechqurun uxlayotganimda ishdan kelarlar. To'g'ri, yangi oyoq kiyim oldilar, lekin baribir shu ahvolga tushadi-ku. To'g'ri, meni ham planshet, boshqa narsalarim bor, lekin bu oyoq kiyimchalik qadrli emas. Hammangizga rahmat, bolajonlar. Juda ham yaxshi narsalar olib kelibsiz. Shuning uchun hammamiz ota-onamizni qadrlariga yetishimiz kerak ekan. Siz uchun shuncha o'yinchoq, shuncha planshet, naushniklar uchun ota-onamiz qancha shu oyoq kiyimda mehnat qilishar ekan. Rahmat, Asilaxon, sizga ham.